Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. İqtisodshunos jurnalda e'lon qilingan maqolada Trampning saylov mezgilida Xitoy mollaridan kam deganda 60% tamojna beji ilishga va'da qilganligi, u saylamda g'alaba qilgandan keyin Xitoy fentanilning Amerikaga eqib kirishining oldini olmasa, Xitoy mollaridan yana 10% ortiq boj oldiganligini ilgari surganligi bayon qilingan. Maqolada agar Tramp deganlarini amaliyalashtirsa, Xitoy iqtisodi uchun og'ir zarba berildiganligi va 2025 yilining Xitoy iqtisodi uchun bak qiyin bir yil bo'lganligi ko'rsatilgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatı buningga qarshi tadbir olmasa, Xitoy iqtisodining o'sish sur'ati 2.4% tuvallaydiganligi ilgari surilgan. Donald Trump oldingi navbatlik prezidentlik mezgilida Xitoy qarshi savdo urushining piltisini yiqib, Xitoyning eksport mahsulotlariga necha yuz milliard dollarlik tamojna beji qo'ygan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning eng chong uchur aloqa texnik shirkati bo'lgan Huawei'ni cheklash harakati boshlagan edi. Tramp ikkinchi qatim prezidentlik vazifasiga o'tirishdan burun Xitoy mollaridan kam deganda 60% tamojna beji elishga va'da qilib kelmoqda. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Dr. Raymond Coe iqtisodshunos jurnalda o'tirib qo'yilgan fikrlarga umuman qilib aytganda qo'shildiganligini bildirib, mundaq dedi: Umumyuzli qilib aytganda, Xitoy iqtisodi uchun oldimizgi yil qiyin bir yil bo'ladi. Oldingi hafta Xitoy iqtisodiy komitet rahbarlarining ommaviy iste'molni texmi ko'paytirish va rag'batlantirish kerakligini tushunganlik haqida ba'zi kishilarga umid beradigan xabarlar bor. Mencha, bu faqatla bir iqtisodiy masala emas, bu bir siyosiy masala. Xitoy iqtisodining yaqin 30 yildagi taraqqiyoti intayin konkret siyosiy iqtisodiy andiziga tayandi. Yerlik hukumatlar davlat egidorchiligidagi korxonalarga yoki xususiy egilikdagi shirkatlarga pul uchun yerlarni setib etdi. Bu qurilmani cho'ri degan holda bir qator munosabatlar borliq keldi. Ammo hozir bu qurilma xo'rab tugayotidi. Hozir burunqiga o'xshash taraqqiyotga, ya'ni o'sishga erisholmayotidi. Masalan, Xitoyda uy mulk bozori bek yaxshi emas. Shunga buningdan qutulishning yo'li bu dinamikalarning ko'p qismini ta'tirga burash lozim. Ya'ni pulni ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga qaytarib berish kerak. Ammo siz boyliq va siyosiy hayotini ishlab chiqaruvchilarni qo'llash asosida qurgan barliq kishilarning iqtisodini qaytaga asli keltirish uchun pul va o'rnidan voz kechishni xohlamaydiganligini tasavvur qila olasiz. Faqat Xitoy bu haqda siyosiy qaror chiqargandala bu amalga oshadi deb o'ylayman. Yaqinda Wall Street jurnali gazetining obzorchisi Walter Russell Mead Xitoy iqtisodi haqida bir parcha maqola yozib, Xitoyning o'ziga olgan o'rga o'zi tushayotganligini, Xitoy iqtisod modelining davom qila olmaydiganligini ilgari surgan edi. U buning asosiy sababini ko'rsatib, hozir Xitoyning ba'zi yerlarida 2021 yildan buyon uy bahosi taxminan 30% tushib ketdi. Sanoat topgan foydasi o'tgan bir yilda 17.8% tövalladi. Yoshlarning ishsizlik nisbati davomli oshmoqda. Chet elliklar mablag' silishni xohlamayotidi degan edi. Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyining yig'inida qiyin ahvolda qolgan Xitoy iqtisodi va Donald Trampning Xitoy bilan yangi savdo urushini boshlash ehtimoliga qarata yangi qaror ma'qullangan edi. Xitoy yana yerlik hukumatlarning g'oyat zo'r qarzni to'lashiga yordam berish uchun 1 trillion 400 milliard dollarlik iqtisodni rag'batlantirish programmasini jakarlagan edi. Halbuki Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang Xi Jinpingning xato siyosatining Xitoy iqtisodiga tahdid solayotganligini va bu siyosatining Xitoy iqtisodini cho'kirib o'tish mumkinligini ilgari surdi. U mundaq dedi: Xi Jinpingning iqtisodiy taraqqiyotdagi xato siyosati Xitoy iqtisodiga tahdid solayotidi. U iqtisodning izchil taraqqiyotining asosi bo'lgan iste'moldan yuz o'rdi. U mablag' silishni ko'paytirishni o'ylaydi. Chunki Markaziy banka bu urush mashinasini qurmoqchi bo'layotidi. Ya'ni u qiyinchilik duch kelgan Xitoy davlat banklariga yordam qilishni o'ylayotidi. U Xitoy iste'molchilarini kuchlantirishni xohlamaydi. Uning ustiga u Xitoy kompartiyasining muhim va yadroliq a'zolarining, ya'ni saylovchilarning yordamidan ayrilib qolishdan qo'rqadi. Uning plani faqat Xitoydagi sanoat ishlab chiqarish hajmini va iqtidorini oshirish. Bu Xitoyda pul paxalligini ig'irlashtiryotidi. Pul paxalligi Xitoyda allaqachon umumlashgan bo'lib, u Xitoy iqtisodini cho'kirib o'tish mumkin. Oldingi haftalarda Amerika armiyasi olam bo'shliq qismini Yaponiyaga kengaytirish va Yaponiya bilan bu sohada hamkorlikni oshirish maqsadida bir qator muhim uchrashuvlarni olib borgan edi.
Amerika alam boshliq qismlarining Yaponiya bilan bo'lgan hamkorligi Xitoyni qattiq bearam qilgan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Zhang Xiaogang 26 dekabr kuni Amerikani ayblab, Amerika alam boshliqi harbiy iqtidorini davomli kengaytirish, alam boshliqi harbiy ittifoqdoshlarini kuchaytirish orqali alam boshliqini qurollandirish raqobat qo'zg'avyotidi degan. Janubiy Xitoy Attiganlik gazetining xabariga qaraganda, Xitoy yaqinqi yillardan buyon bir qator zo'r ko'lamli olam turlarini e'lon qilgan bo'lib, uni 2049 yilga borganda davlatning zo'r gullanishini ishga oshirishdagi harakatlantirgich kuch deb ta'riflagan. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping Xitoyni kuchli olam boshliqi davlati bo'lish uchun chaqiriq qilgan. Amerikada kelgusidagi to'qinishlarning olam boshliqiga kengayish mumkinligi haqidagi andishlar kuchayotgan bo'lib, bu sababdan Amerika olam boshliqi qismlari Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreyaning bargan sari ilg'orlashayotgan harbiy texnikalarga taqobil turish maqsadida 2022-yili Janubiy Koreyaga olam armiyasi qismini o'rinlashtirgan. Bu yil dekabrda bo'lsa, olam qatnash qismlarini Yaponiyaga kengaytgan. Amerika olam boshliq qismlarining generali Antoni Masaler Yaponiyadagi uchrashishlar mezgilida biz birlikda kelgusi avlodlar uchun olam boshliqining bexatarligi va sijil ishlatilishiga kafolatlik qilamiz. Amerika bilan Yaponiyaning ittifoqi ilgirki har qanday vaqtdagidan kuchlik. Biz quruqliq, havo, dengiz, okean va amdilikda olam boshliqini mudofaa qilishga tayyormiz deb so'z qilgan. Ma'lum bo'lishicha, olam qatnash qismlari Tokioning g'arbidagi Yokota havo armiya bazasida faoliyatlarini boshlab o'tgan ekan. Xitoy hukumati Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi, Kanada Tibet komiteti qatorliq ikki tashkilot va bu o'rinlarda ishlayotgan 20 xizmatchi mutaxassislarga jazo cheklamiz qo'ygandan keyin hukumat va tashkilotlardan uningga qarshi kuchli inkos va tanqidlar kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi va u o'rinda ishlayotgan 14 shaxsning muhojiratga Uyg'urlarni Kanadaga makonlashtirish uchun tirishchilik ko'rsatganligini, Xitoyning shu sababdan bu tashkilotga jazo cheklamiz qo'yganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovdin apandim so'z qilib, bu dal kommunist Xitoyning birga-bir jazo qo'yishdek tipik qilmishi. Holbuki Xitoyning bu qilgani faqat o'chilish xarakterini olgan. Bu jazo amaliyotda Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilish qilayotgan xizmatlarning aktiv ta'sir paydo qilayotganligini ko'rsatadi. Bu jazo amaliyotda Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilish qilayotgan xizmatlarning aktiv ta'sir paydo qilayotganligini ko'rsatadi dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining to'g'rida e'lon qilingan uchurlardan ma'lum bo'lgandek, Xitoy doiralari bu qatim Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi bilan Kanada Tibet komitetini nuqtaliq o'chilish nishoni qilgan bo'lib, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining ijroiya direktori Mehmet To'xti va bu tashkilotning siyosat, faoliyat ishlariga mas'ul 10 necha shaxsga embargo qo'yilgan edi. 2024-yili 22 dekabr kuni Xitoyning hukumat ovozi bo'lgan Yer shari vaqt gazeti bu jazo cheklamisini e'lon qilgan edi. Onundan ilgari Kanada Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda yurgizib kelgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini ijro qilishga qatnashgan Chen Chengu, Erkin Tonyas, Shehrat Zakir, Pengjaru, Voyinji qatorliq 8 amaldorga jazo cheklamiz qo'ygan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Kanada hukumati 24 dekabr kuni bayonot berib, Xitoyning Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi, Kanada Tibet komiteti va bu ikki tashkilotda ishlayotgan 20 kishiga jazo cheklamiz qo'yganligini ayblagan. 12 ayning 25 kuni surgundagi Tibet hukumati parlamenti axborot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Kanada Tibet komiteti va Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi, shundaqla 20 kishilik huquq faoliyatchisiga jazo cheklamiz qo'yganligini qattiq ayblash bilan birga, mazkur ikki tashkilot va ularning xodimlarining Xitoyning qabih zo'ravonligi va kishilik huquq jinoyatlariga botirlik bilan qarshi turib kelayotganligini madiylagan hamda Tibet surgun hukumatining ular bilan bir safda turadiganligini bildirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.